Ikkinchi dars. Kontent yaratish jarayoni. Birinchi darsda siz Jasper tez va tuzilgan marketing kontenti uchun yaratilganini o'rgandingiz. Endi esa Jasperni sodda va tushunarli qilib ko'ramiz. Ko'pchilik Jasperni ochganda bir vaqtning o'zida juda ko'p narsani ko'radi. Shablonlar, chat, hujjatlar, loyihalar. Bu shunchaki chalkash tuyulishi mumkinki, hatto siz qayerdan boshlashni bilmay qolasiz. Shu sababli ushbu darsda sizga Jasper ish jarayonining mantiqiy tuzilishini ko'rsataman. Shunda siz samarali ishlay olasiz. Kontent yaratish usullarini tushunish. Jasper marketing kontenti uchun sizga ikki xil yo'l taklif qiladi. Birinchi yo'l chat, g'oyalarni o'ylab topish, muhokama qilish va takomillashtirish uchun moslashuvchan maydon. Ikkinchi yo'l bo'lsa shablonlar, aniq vazifalar uchun tuzilgan tayyor formatlar. Ko'pchilik yangi foydalanuvchilar chatni tanlaydi, chunki u tanish va qulay tuyuladi. Ammo siz nima yaratmoqchi ekanligingizni aniq bilsangiz, shablonlar odatda ko'proq vaqt tejaydi. Shablonlar bu marketingda tez-tez uchraydigan vazifalar uchun oldindan tayyorlangan formatlar. Shuning uchun ilovalar bo'limini ochganingizda shablonlar toifalar bo'yicha tartiblangan holda ko'rinadi. Masalan, email, ijtimoiy tarmoqlar, reklama matnlari, veb-sayt, blog postlar bularning hammasi tartiblangan holda joylashtirilgan shablonlar. Jasper nimalarga qodirligini ko'rib chiqamiz. Tanlangan auditoriya, dam olish va xotirjamlikni xohlaydigan odamlar. Mahsulot nomi Lavender Dream Candle, ya'ni qo'lda quyilgan qo'l mehnati bilan tayyorlangan lavandali shamlar haqida. Asosiy xususiyatlari va foydalari. Qo'lda quyilgan, efir moylari, 40 soat yonish vaqti. Lavender Dream Candle. Uyingizda haqiqiy xotirjamlik makonini yarating. Lavender Dream Candle band va charchatadigan kundan so'ng bo'shashishga yordam berish uchun yaratilgan bo'lib, xonangizni sof lavandaning tinchlantiruvchi hidi bilan to'ldiradi. Bu matn Jasper AI tomonidan marketing uchun yozilgan. Sizningcha, ushbu vazifa uchun Product Description, ya'ni mahsulot tavsifi shablonidan foydalanishning asosiy ustunligi nimada? Mahsulot tavsiflarini qanday tuzish kerakligini shablon allaqachon biladi. Shablonlar chatdan yaxshiroq matn yozadi. Shuning uchun chiqishni tahrirlash shart emas. Shablonlar tuzilma va formatlashni avtomatik ravishda bajaradi. Siz esa e'tiboringizni mahsulot tavsiflariga qaratib, shunchaki Jasperga mahsulot tavsifi haqida ko'rinishni bo'lishi kerakligini o'rgatib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Shuning uchun shablonlar chatdan yaxshiroq matn yozadi. Mashhur shablonlar. Sizga har bir shablonni o'rganishingiz shart emas. Eng ko'p yaratadigan kontentingizga qarab mos keladigan kichik to'plamdan boshlash kifoya. Kichik bizneslar va marketologlar uchun odatiy boshlang'ich nuqtalar. Email marketing, reklama emaili va newsletter kontenti, ya'ni yangiliklar, maslahatlar, hikoyalar. Ijtimoiy tarmoqlar, ijtimoiy tarmoq postlari, ijtimoiy tarmoqga platformaga mos shablonlar. Content improver, mavjud postlarni yaxshilash va sayqallash. Veb-sayt kontenti, mahsulot tavsifi va xususiyatlarni mijoz uchun qiymatga aylantirish, ya'ni future to benefit yaxshi taraflarini aytadi va uni qiymatga aylantiradi. Endi tepada o'rganganlarimizga asoslanib, shablonmi yoki chat? Biznesingiz uchun kundalik ijtimoiy tarmoq postlarini yozish. Bu yerda ijtimoiy tarmoq shablonimi yoki chat mos keladi? Shablonlar kundalik postlar kabi takrorlanadigan va tuzilgan vazifalar uchun juda mos. Bir marta sozlab olasiz va har kuni yangi kontent bilan xuddi shu formatda qayta foydalanasiz. Yangi marketing kampaniyasi, konsepsiya uchun g'oyalarni ishlab chiqish. Brainstorming ochiq jarayon hisoblanadi. G'oyalarni izlayotganingizda va yakuniy format aniq bo'lmaganda chat ko'proq mos keladi. Qachon chat ko'proq ma'qul bo'ladi? Moslashuvchanlik kerak bo'lganda, tuzilma emas, ayniqsa quyidagi holatlarda chatdan foydalaning. Siz g'oyalarni izlayapsiz va yakuniy format hali aniq emas.
Kontent suhbati orqali bosqichma-bosqich takomillashtirish kerak. Qaror qabul qilishdan oldin bir nechta yondashuvni brainstorming qilishni xohlaysiz. Aynan shu holatlarda chatlar ko'proq ma'qul bo'ladi. Ishlarni loyihalar orqali tartibga solish. Projekt bo'limi kontentni kompaniya, mijoz yoki biznes yo'nalishi bo'yicha tartibga soladigan joy. Usiz hujjatlarni bitta uzun tartibsiz ro'yxatga aylantirish imkonsiz. Agar siz ikki xil biznes uchun marketingni boshqarsangiz nima bo'ladi? Masalan, nonvoyxona va konsalting agentligi. Bu holatda Jasper ish maydonini qanday tashkil qilishingiz kerak? Hamma narsani soddaroq bo'lishi uchun bitta loyihada saqlash, har bir biznes uchun alohida loyihalar yaratish, faqat shablonlardan foydalanish, loyihalarni umuman ishlatmaslik. Alohida loyihalar har bir biznesning xabarlari va kontentini o'z joyida saqlaydi. Shunda noto'g'ri ohang, taklif yoki auditoriyani tasodifan qayta ishlatib yubormaysiz. Bu ikki xil biznes uchun eng mos keladigani har bir biznes uchun alohida loyihalar yaratish. Shablonlar va loyihalarni birgalikda mana shu yerda hammasi aniq bo'ladi. Shablonlar kontent yaratadi, loyihalar esa ularni tartibga soladi. Ish jarayonini yaratish. Umuman olganda, eng samarali Jasper foydalanuvchilar odatda quyidagi tartibga o'rganib qolishadi. Takrorlanadigan vazifalarni aniqlashadi, mos shablonlar topishadi, loyihalar yaratishadi va yaratish, takomillashtirish, qayta foydalanishadi. Keyingi darsda sizga Jasper IQ haqida bilib olasiz. Bu Jasperga biznes kontekstingizni mos holda ishlashga yordam beradigan funksiyadir. Jasper IQni qachon ishlatish kerak? Umuman olganda Jasper IQ eng foydali bo'lganda siz bir xil biznes uchun muntazam ravishda kontent yaratsangiz yoki siz tez-tez murojaat qilinadigan aniq mahsulotlar, xizmatlar yoki takliflarga ega bo'lsangiz yoki barcha kontentda bir xil va barqaror brend ovozini xohlasangiz va bir xil biznes tafsilotlarini qayta-qayta tushuntirishdan charchagan bo'lsangiz, Jasper IQni ishlatish kerak. Qisqacha aytganda, Jasperdan vaqti bilan emas, balki muntazam foydalansangiz, Jasper IQni sozlab qo'ying. Keyingi bosqichda siz barcha ushbu qismlar, shablonlar, loyihalar va Jasper IQ g'oyadan tortib tayyor marketing kontentigacha bo'lgan to'liq ish jarayonida qanday qilib birlashishini ko'rasiz.